Xo'sh, Hindistondan O'zbekistonga ketayotgan bemorlarga, demak, aeroportga kelgandagi holatlarni qadama-qadam tushuntiramiz. Birinchi qadam shu yerdan taksilar tushiradi. 15-20 metr kelib, mana shu kirishlardan viza pasportlarini ko'rsatib, pasport bilan biletlarni ko'rsatib kiriladi. O'rtoqlar, hop, inshaalloh O'zbekistonga yetib borguncha bo'lgan qadamlarni birma-bir ko'rsataman, ovozimga e'tibor bermaysizlar. Ikkinchi qadam o'rtoqlar, mana bu yerdan sirazi kirganingizda, tekshiruvchilardan kirganingizdan keyin ro'parada mana shunaqa informatsionniy doska bo'ladi, elektronniy bizniki. Demak, O'zbekiston reysi 10:45 da mana bu yerda harflar. Ko'ryapsizlarmi? Mana shu yerda registratsiya bo'lish, mana bu yerlarda ko'rsalaringiz harflari bor. Hamma bo'limlar tevasida mana bu yerda H harfi. Biz reysimiz O'zbekiston Airways Namanganga 10:45 da. Davomi ketadi o'rtoqlar. Xullas o'rtoqlar, registratsiyadan o'tdik. Pasport kontroldan o'tdik. Mana shu magazinlardan to'g'ridan kelgandan keyin mana bu yoqda asosiy chiqish taraf bor. Mana 6-26 mana shu yoqda. Xullas, yo'qolib qolmaymiz aeroportda. Mana bu yerda ham hamma joyda informatsionniy doskalar bo'lgan bizniki. O'zbekiston 10:45 da. Xullas, mana shu to'g'ridan kelganimizdan keyin mana bu yerda katta hol bor-da, mana bu yerda bir shayton bashara haykali bor. Mana. Keyin shu yerda yozib qo'ygan 17 dan 26 gacha bu tarafga, 1 dan 14 gacha bu tarafga. Bizning chiqishimiz 19-chi, demak mana shu tarafga qarab yuramiz. 19B da. Demak, hozir nariyoq tarafda bor. Ma'lumot uchun o'rtoqlar, mana shu tarafda prayer room bor, namozxona bor. Kimda namoz vaqti bo'lib qolgan bo'lsa, namozni o'sha yoqqa borib o'qisa bo'ladi. Xo'sh, bu yoq endi samolyotga chiqish. Bundan keyin yana video qo'yamanmi yo'qmi bilmayman. Buni davomida. Lekin xullas saqlab qo'ying, Hindistonda yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Sababi kelayotganda ko'pchilik xavotir oladi. Qanaqa qilib o'taman, qayerga boraman deb, mana shu ma'lumotlar foydali bo'ladi deb o'ylayman. Biz kuzatishda davom etinglar. Xo'sh, 19-chiqishga yetib keldik. Mana 19-chiqish. Mana o'zbeklarimiz turibdi. Ikkita chiqish bor. A bor, B bor. Bizniki B. Hamma o'zbeklar, bemorlar. Mana shu tarafdan keldik, mana shu yerdan kelib 19-chiqish. Gate degani, demak, darvozaning nomi bilan chiqish. Eshigini nomeri.